Eng güzel islomiy qissalardan huzur elinglar. Sizlarga balalar uchun eng güzel islomiy hikoyalarni va qissalarni taqdim qilamiz. Bugungi hikoyamiz musulmon kishining sifatlaridan rahim shafqatli bo'lish, mehribon bo'lish. Kunlarning bir kuni ma'lum bir kishi Iroq safarga chiqdi. Havo nihoyat issiq bo'lib, bu kishi to'lim usab ketdi. Va suv izlashga boshladi. Oxiri tatliq suvga bir quduqni topdi. U kishi quduqqa tushib, suvdan qong'ulak ichdi. Ondan quduqdan chiqib, yo'lini davomlashtirgan edi. Yo'lda bir usab ketganlikdan to'pini yalayotgan, o'lib qolay degan bir ish uchirdi. Bu kishining ishtiqan to'limi ichi og'irdi va ishtiqqa yordam qilmoqchi bo'lib, birdan o'ylandi. Ondan kalsiga bir aql keldi-da, ishni ko'tarib quduqning ichiga tushib, oyog'ini silib, oyog'iga suv to'ldirib, ishtiqqa tushirdi. Ish to'yg'ich ichib oldi. Allah subhanahu va taolo mehribonlik qilib, Allohga ixlos qilib, ishni sug'agan bu mehribon kishining gunohlarini mag'firat qilib, uni jannatga kirgizdi. Bu qissadan ilinadigan foydamiz odamlarga, hatto hayvonotlarga mehribonlik qilsak, yordam bersak, koinotdagi barliq narsalarga, mavjudotlarga yordam bersak, Allah subhanahu va taoloning huzuridagi ajr mukofoti nihoyat buyukdir. Channallarmi kichik do'stlar, shunga atrofinglardagi charsiz qolgan, og'riqchan yoki bechora kishilarga yordam berishni unutmanglar. Ular yordam berishni Allohning huzurida katta ajr mukofoti bor, jannat kiradigan ish deb bilinglar. Hatto hayvonotlarga aziyat bermanglar, hayvonotlarga mehribonlik qilinglar. Bularni kichik do'stlar bilan o'g'lim